Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi obyektimiz parniy bo'ldi. Limonga mana simlarigacha tortib devor urilgan holat ekan. 16 ga 7,5 eni. 1 sotidan oshiqroq parniyimiz mana tayyor bo'ldi xudo xolasa. Salafanga tayyor holat mana. Firma holatda bo'ldi. O'rtada ustun yo'q. Eski parniyi mana salafon o'raliq turibdi. Mana ichlari limon. Yog'ochdan bo'lgan ekan. Yog'ochlar mana eskirib, sinib ketgan ekan. Mana doimgidek konteyner materialda qilib berdik. Mana eko tomonini devor urib berdi. Bu oldini ham devor urib boraman deyapti. Simlarigacha tortib berdik. Zaynamaydigan simlar. Xudo xolasa. Mana 16 ga eni 7,5 parniyimiz tayyor bo'ldi. Mana simni ko'rishlaringiz mumkin. Zaynamaydigan sim. Yumshoq. Zaynamaydi. Umuman xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar mana. Bitgan holati. Devorda ustiga tushdi. Sesmalar qo'yib, armaturalar chiqarib qo'ygan ekan tayyor holatda. Tayyor qilib olib kelib o'rnatib berdik. O'zim salafanni yopib olaman dedi. Biz simigacha tortib berdik. Manzilimiz doimgidek Farg'ona, Quvada bo'lib o'tdi. Xudo xolasa. Mana har 20 santimetrga simlari tortildi. Har 20 santimetr. Mana o'rtamiz maydaroq tortildi mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Bu o'rta sentrli uchun 10 santimetr. 15 qator 10 santimetr. Keyin bu tomoniga qarab pastga, bokovoyiga qarab turib yonboshi 20 dan tortildi. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.